İkki zinaxorning nikohlanishi. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Bir musulmonning ayoli o'ylangan birisi bilan kecha-kechalab yo'qolib ketadi ekan. Eri shu sababli taloq qilibdi. Bu ayol iddat mazgilidami yanala haloq kishi bilan doim birga yuradi ekan. Bu ayolning otasi va akalari nomusqchi demay u ikkisini uribdi. Ular bo'lsa bizda hech qanday gunoh yo'q. Kim gunohkor Alloh ayiradi. Biz ikkimiz cho'qim nikohlanmasak bo'lmaydigan ahvolda. Shunga nikohimizni o'qib qo'yinglar debdi. Bu ikkisining yuqori qilmishlarining islomda hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bu ayolning sodir qilgani zina, erga xiyonat va muqaddas rishtani buzish jinoyatidir. Bu oxiratda halokatga yo'liqtiradigan, dunyodami qattiq jazoga duchor qiladigan ig'ir va qabih jinoyatdir. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan: "Ya Rasululloh, qaysi gunoh Allohning nazarida eng cho'ng?" deb so'radi. Rasululloh: "Alloh seni yaratgan turuqliq uningga sherik keltirishing" dedi. Undan qolsichi deb so'radi. "Sen bilan birga tamoq yeyishidan ansirab balangni o'ltirib etishing" dedi. Undan qolsichi deb so'radi. "Qo'shnining ayoli bilan zina qilishing" dedi. Shu chog'da bularni tasdiqlab bu oyat nozil bo'ldi. Allah bilan birga boshqa bir ma'budga ibodat qilmaydiganlar, Allah o'ldirishni harom qilgan jonni nahaq o'ldirmaydigan, zina qilmaydiganlar, kimki ashularni qiladigan u jazoga uchraydi. Uningga azob uqubat hasilindi. Furqon surasi 68-oyat. Bu ahvoldagi zinaning dunyodagi jazosi chalma-kesak qilishdir. Lekin chalma-kesak jazosini qozi yoki hokim ijro qiladigan bo'lg'achqa shaxslar ijro qilolmaydi. Bu ikki zinaxor tavba qilmagan ahvolda bir qism olimlar ular bir-biri bilan nikohlanolmaydi deb qaraydi. Yana bir qism olimlar nikohlansa bo'ladi deb qaraydi. Zina qilgan er bilan nikoh qilmoqchi bo'lsa-mu, burunqi erdan iddatini to'liq tugatib bo'lgandan keyin zinadan bir hayz muddat iddat tutib etib, saqaygandan keyin andan nikohi qilindi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 121 nomerlik fatvo.